ha pismiq ko'rdim desangiz nima bo'ladi? Xo'sh, sen nima deysan o'g'lim? Aytishi mumkin. Ota bunaqa qilish kerak yoki qo'lga qiladigan ukolis o'sha Nigorani qo'rqitib yuryapti. Men ham qo'rqaman. Shunaqa xijolat bo'lib ketdim, yer yozilmadi-yu, yerga kirib ketsam. Qayoqqa qochishimni bilmay qoldim. Doim tasavvur qiling, birovning aybini poylab yuribsiz, xatosini poylab yuribsiz. Ikki kishi shunaqasi. Ba'zi insonlar xato kamchiliklarni qiladi, lekin odamlardan yashirib yuradi, yashirib qiladi. Muomala va munosabatlarda, ayniqsa oilaviy munosabatlarda insonda tag'oful bo'lish kerak. Bu ko'proq erkak kishiga ayniqsa kerak. Tag'oful nima desa, tag'oful birovning kamchiligini ko'rib ko'rmaganga olish yoki bilib bilmaganga olish, eshitib eshitmaganga olish. Bu ko'pincha foyda beradi. Masalan, ba'zi kamchiliklar bor, insonlarda xatolari bor. Ha, uni issig'ida nima qilishingiz kerak? To'g'irlashingiz kerak. U ahli ayolingizda bo'lsin, u farzandingizda bo'lsin, u hatto ishxonalarda ham bo'lishi mumkin. Siz xodimsiz yoki bo'lmasa ishchisiz, sheriklaringizda sodir bo'layotgan kamchiliklar bor yoki boshliqsiz, xodimlaringizda bo'layotgan kamchiliklar bor. Hammasi ham nima qilinmaydi? O'sha joyda to'g'irlash kerak bo'lgan kamchilik bo'lmaydi. O'sha joyda to'g'irlash kerak bo'lgan kamchiliklar ma'lum, mashhur. Xo'p, nima uchun kerak bu desa agar, inson har bir xatoga to'xtalaversa, mijg'ov bo'lib qoladi. Ya'ni birinchidan o'zi nima qiladi? Haybatni yo'qotadi o'zidan. Tasavvur qiling, har bir kamchilik uchun uni nima qilib o'tirib, tergab o'tiribsiz. Har bir kamchilik uchun unga dakki beryapsiz, tanbeh beryapsiz. Bu siz mijg'ov odamga aylanasiz, injiq bir odamga aylanasiz. Ikkinchidan, faqatgina mijg'ovlik emas, sizni gapingiz, sizni munosabatlaringizni boshqalar uchun e'tibori qolmaydi. Ya'ni haybatingiz yo'qoladi. Gapingizning qiymati yo'qoladi. Chunki siz uni ya'ni qarashingizdan o'qib oladi, nima demoqchiligingizni, boshqaligingizda, ya'ni sizga jiddiy e'tibor qaratmaydi. Uchinchidan, ba'zi insonlar xato kamchiliklarni qiladi, lekin odamlardan yashirib yuradi, yashirib qiladi. Ana shu yashirib qilishiga sabab nima desaga, sizni bilmayotganligingiz. Deylik, bir o'rtog'ingiz bor, do'stingiz bor, sizdan yashirib bir qanaqadir axloqsizlik qiladi, deylik, chekadi. U sizni ko'rishingizni xohlamaydi, ya'ni xijolat tortadi. Unda hali ichida shu andisha bor. Yaxshi bir tabiat, fitratidagi yaxshi bir tabiat saqlanib turibdi, hali uyat degan narsa bor. Ya'ni men haqimdagi buni tasavvuri boshqacha, ya'ni ijobiy, ya'ni boshqa munosabatlarni ham o'zi ijobiy sifatlarimga ko'ra o'zi men bilan bog'lab turibdi. Lekin bu kamchilik bilan meni bu do'stim ko'rishni xohlamayman deydi-da, o'sha ishini nima qiladi? Yashirib yuradi. Ana endi siz nima qilasiz uni? Kuni kelib yashirayotgan bilgan holingizda ham ha pismiq ko'rdim desangiz, nima bo'ladi? Bu yoqda 50 ga 50 holat. Yoki xijolat bo'lib shu joyda bundan keyin chekmasligi mumkin va yoki ana endi qo'rqqan narsasi bu bo'ldi. Zaten ko'rib bo'ldingiz. Nima qilish mumkin endi? Endi yashirmay chekadi. Endi oshkor chekadi. Bolalarda ham, ahli ayolda ham xuddi shunaqa ba'zi kamchiliklarni qiladi. Kamchilikni o'zi yaxshi biladi. Kerak bo'lsa o'zi siqilib yuradi u narsani. To'g'irlash payida bo'ladi. Ammo qila olmaydi, kuchi yetmaydi, shuning uchun yashirib yuradi. Siz lekin uni ochiqdan ochiq aytsangiz, keyingi safar endi yashirmaydi. Zaten to'g'rila olmayapti. Nima qilish uchun? Endi ochiq qilishga o'tadi. Chunki u birinchi xijolatchilikdan o'tdi. Ko'rmasin dedi, ko'rib bo'ldingiz. Bilmasin dedi, bilib bo'ldingiz. O'shaning uchun erkak kishi ayniqsa oiladagi ba'zi kamchiliklarni yoki bo'lmasa yon atrofdagi ba'zi kamchiliklarni, balki ko'pini ko'z yumish bilan davolash kerak. Ha, bu ko'z yumish, bilib bilmaganga olish degani umuman tamom bee'tibor qoldirish degani emas. Siz unga boshqa bir yerda u narsani to'g'rilashga harakat qilasiz. Bu safar kamchiligini ko'rdingiz. Ya'ni farzandingizda bir kamchilik bo'lyapti. Deylik, darslarga bo'lgan munosabatida yolg'on bo'lishi mumkin. Ba'zi yoki bo'lmasa yosh bolalik qilib bir narsalar olayotgan bo'lishi mumkin sizdan beso'roq. Ya'ni o'g'irlikka o'xshagan narsalar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Sizga bir hiylalar ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Sizni bilmayapsiz. Hammasini bilib turasiz bu narsalarni. Nima qilasiz? Ko'z yumasiz, lekin u narsalarni boshqa bir yo'llar bilan nima qilasiz? Davolaysiz. Kezi kelganda dasturxon ustida o'tirganda yolg'on haqida umuman unga tegizmagan holda, unga ishora qilmagan holda ham boshqa bir kishini misol qilib bir qissa aytib berishingiz mumkin. Yolg'onning yomonligi, oqibatlari xunuyligi yoki bir o'zingizda sodir bo'lgandek gapirishingiz mumkin. Kecha men juda bir noqulay holatga tushib qoldim. Bir kamchiligim bor edi. Shu endi kamchilik ham emas, lekin o'zim xohlamasdim birov ko'rishini, shunaqa bir holatga tushib qoldim. Shunaqa xijolat bo'lib ketdim, yer yozilmadi-yu, yerga kirib ketsam. Qayoqqa qochishimni bilmay qoldim. Ha, u katta kamchilik emas, lekin men xohlamasdim shu kamchilikni mendan odamlar ko'rishini. Lekin shunaqa holat yuz berdi. Nima qildim? Bundan xulosa chiqardim. Inson har qanaqangi holatda kamchiligi oshkor bo'lib qolish, xijolat bo'lishi mumkin ekan. Buni orqasidan ishonchdan chiqishi mumkin. Ishonchdan chiqmasa ham, u kishilar sizni kamchilikdan qabul qilsa ham, o'zim endi xijolatchilik, noqulaylik holatda qolishim mumkin. Demak, kamchiliklarni batamoman yo'qotishim kerak, o'zimni to'g'rilashim kerak. Shunaqa xulosa oldim men bundan. Endi ikkinchi sabab, yana bolalarga aytiladigan narsa, yo ularga go'yoki maslahat so'ragan ma'noda aytasiz. O'g'lim yoki qizim, uni bir kamchiligini bilib turibsiz, siz aytasizki, mana shu yerda bir meni kamchiligim bor yoki bir kishining kamchiligi bor. Shunga sen nima maslahat bergan bo'larding to'g'rilash uchun? Sendan yordam so'rasa, men masalan bunaqa dedim. Nima deb o'ylaysan? To'g'ri maslahat berdimmi?
Sen nima deb o'ylaysan degan savol so'raysiz undan. U kamchilik unda bor, bilasiz. Lekin bilishingizni bildirmaysiz. Mana bir kishi yolg'on gapirib qo'yapti ekan. Kelib menga rosa siqilib gapirib qo'ydi. Yolg'ondan qutula olmayapman. Ota-onamni alsam vijdonim qiynalyapti deb mendan shunday maslahat so'radi. Men unga ba'zi bir maslahatlar berdim. Xo'sh, sen nima deysan o'g'lim yoki qizim? Nima desak to'g'ri bo'ladi shunga yordam qilishimiz uchun degan savollar berasiz. Ya'ni bu paytda o'zida bolada nima his tuyg'u o'tadi ichida? Tasavvur qiling. Siz uni so'kishingizdan, urishishingizdan, dashnom berib xijolat qilishingizdan ortiqcha endi nima bo'ladi? Xijolatchilik o'zi uchun bo'ladi. Lekin u sizni oldingizda o'zini xotirjam his qilganini siz bilmaysiz deb o'ylaydi. Va aytishi mumkin, ota bunaqa qilish kerak yoki bilmasa ham o'zi o'ylanishda boshlaydi shundan keyin jiddiy. Demak, o dada bilmayman deyishi mumkin. Bunday qilish kerakdir balki. Yo'q o'g'lim, unday emas, bunday qilish kerak balki deb to'g'rilaysiz. Xullas, gapingizni gapirib olasiz. Do'stlar ham shunaqa aytganimizdek, har bir yerda, har bir munosabatlarda demak inson tag'ofulni o'ziga nima qilish kerak? Kasb qilish kerak. Ulug'lar shuning uchun aytadi, ko'p o'rinlarda aloqalar o'zaro tag'oful bilan davomiy bo'ladi. Rozi-rizochilik bilan mustahkamlanadi. Sinchkovlik sababli kasallanadi, ko'p sinash sababli o'ladi. 4 ta narsani aytdi bu yerda. Aloqalar nima bo'ladi? O'zaro tag'oful bilan, ya'ni xato kamchiliklardan ko'z yumish bilan yoki bilib bilmaganga olish bilan davomiy bo'ladi. Ya'ni siz mana shunday aloqalar saqlab turasiz. Rozi-rizochilik bilan esa mustahkamlanadi aloqalar. Ya'ni rozi-rizochilik, kechirib olish bilan mustahkamlanadi. Chunki kek saqlash, ichingizda nima unga nisbatan bir adovatni saqlab yurish bilan hech qachon mustahkam bo'lmaydi. Ya'ni o'zi qil ustida turgan bir aloqa bo'ladi. Sinchkovlik sababli kasallanadi. Yani doim tasavvur qiling, birovning aybini poylab yuribsiz, xatosini poylab yuribsiz. Ikki kishi shunaqasiz. Oilada er-xotin shunaqasiz. Qanaqa munosabat u? Yoki farzandlaringiz bilan shunaqasiz. Doim nima qilasizmi? Kamchilikni poylab yurasiz. O'shaning uchun ham ko'p mana o'spirin yoshdagi bolalarda bu savol ko'p bo'ladi. Ba'zi kamchiliklarga yo'l qo'ysa, xatolarga yo'l qo'ysa, yo'lini topolmay yurgan bo'lsa ham hatto otasidan so'ragani qo'rqadi, onasidan so'ragani qo'rqadi. Ya'ni kelib sizdan so'raydi. Nima uchun otangdan so'ramaysan? Onangdan nima uchun so'raymisan? Ular bilan bo'lmasa ish qilsa men nima deyishini bilaman deydi. Oldindan bilaman men nima deyishlarini uni deydi. U qanday nima deydi? Qaysidir xatosini, kamchiligini yoki nimadir aybini pesh qilib javob beradi. O'shaning uchun nima qilinadi? Inson sinchkov bo'lsa agar bir-biriga nisbatan o'rtada kasallanadi munosabatlar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar bu. Va ko'p sinash sababli o'ladi. Ya'ni har doim men sizni sinab ko'raversam, imtihon qilaversam. Ya'ni tushunyapsizmi? Nima degani u? Doimiy ishonchsizlik bor sizga nisbatan. Shuning uchun nima qilish kerak deb inson tag'ofulni o'rganish kerak.